teng yarim narxiga narsa topib qo'ydim desam ishonasizlarmi? Qaranglar, bu yerda 10 gektar joyda shunaqa Xitoyda bankrot bo'lgan, ya'ni oziq-ovqat ishlab chiqarish bo'yicha texnikalarni mana shu yerga olib tashlar ekan. Ya'ni O'zbekistonda shunaqa narsalar bo'yicha qiziqadiganlar, kashfiyotchilar yoki-da injener, shunaqa insonlar bo'ladigan bo'lsa, bitta raqam qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Juda O'zbekiston kerakli narsalarni bu yerdan topishlaringiz mumkin. Hozir bu yerda ya'ni dron orqali ko'rsatsam tushunardilar, lekin telefonim olib bera olmayapti. Bu yer kamida 20 gektar joyda shunaqa bankrot bo'lgan, shunaqa yoki-da yangi narsalar ham endi bankrot bo'lgandan keyin ish yurishmagandan keyin yangi bo'ladi-yu, yoki-da 2-3 oy ishlagan variantlarni ham ko'ryapsizlarmi? Shunaqa darajada tashab ketar ekan qoyil. Endi bularni yarim narxi ham demaylik, misol uchun 10 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, yangisi shuni hozir 1000 so'mga olsangiz bo'ladi. Bu yerda hammasi nirjavadan yasalgan, bemalol arzon narxda o'z ishingizni boshlasangiz bo'ladi. Shunaqa tanishingiz bo'ladigan bo'lsa ham bu videoni jo'natib qo'ying, aloqaga chiqinglar.